Рада вас приветствовать. Если вы позволите, мы буквально еще парочку минут подождем, чтобы остальные участники к нам еще присоединились, и начнем наш вебинар. Здравствуйте, уважаемые участники. Давайте мы, наверное, начнем сегодняшний вебинар, а остальные уже по ходу а, присоединятся. У нас сегодня основная сессия вебинара будет проходить на узбекском языке. Если вы позволите, я буквально очень кратко представлюсь и представлю нашу инициативу на русском, а дальше мы уже продолжим на узбекском. Здравствуйте всем, меня зовут Виктория. Я являюсь проектным менеджером второй фазы Дарья Скаффолд. Я базируюсь в Ташкенте, поэтому мы с вами наверняка виделись, может быть, на очных тренингах Дарья Скаффолд в Ташкенте. Прежде чем начать вебинар, хотелось бы попросить вас отключить микрофоны на основную содержательную часть, да, чтобы предоставить возможность нашим спикерам, которые сегодня очень плодотворно готовились для того, чтобы выступить для вас. Поэтому прошу выключить микрофоны, потому что мы хотим предоставить максимально эффективное время по прослушиванию вебинара. Также хотелось бы отметить то, что данный вебинар будет у нас записываться. Для тех из вас, кто не смог принять участие или захочет вернуться к содержанию данного вебинара, ссылка на запись, она будет размещена на нашем мини-сайте, а также в группе в Telegram. Помимо этого, если вы не хотите, чтобы на запись попадала ваша картинка, вы можете отключить свою камеру. Теперь позвольте мне буквально пару слов рассказать про контекст нашего сегодняшнего вебинара. Вы прекрасно знаете, что мы, команда Дарья Скаффолд, работаем над созданием тренингов, а также полезных инструментов по работе с Дарья Скаффолд. В частности, наша инициатива Дарья Скаффолд, она является частью одной большой инициативы Европейского фонда образования, то есть инициатива реализуется Европейским фондом образования, и мы являемся частью большего проекта, который называется «Дарья». Далее расшифровывается, да, диалог и действия для находчивой молодежи в Центральной Азии. В частности, под нашим надзором, под нашей координацией находится именно подготовка педагогов, да, к использованию компетентностного подхода в ежедневной практике а также оказание содействия в планировании занятий именно посредством инструмента Scaffold. В Узбекистане Scaffold принят был очень хорошо. Мы очень рады, что еще больше педагогов с каждым годом активно принимают его в свою ежедневную практику. И как раз-таки у нас здесь два сегодняшних участника, они и являются одними из, наверное, первых педагогов, да, и сейчас наиболее опытных педагогов, которые активно его имплементируют. И они сегодня готовы с вами поделиться своим опытом. Также хотелось бы отметить то, что помимо наших тренинговых материалов, да, офлайн тренингов, а также онлайн вебинаров, как сегодня, у нас также есть цель создать активное, большое педагогическое сообщество Центральной Азии.
И как раз-таки для этого у нас разработаны два полезных ресурса. То есть первое – это телеграм-группа Дарья Скафу, где у нас публикуются все основные анонсы, все наши мероприятия, а также рефлексия, впечатления наших участников от вебинаров и очных мероприятий. А также второй ресурс – это мини-сайт Дарья Scaffold, который является собой базу данных. Да, это, во-первых, где коллеги со всего региона делятся своими вдохновляющими практиками имплементации Scaffold, задают вопросы. Также там располагаются полезные инструменты, которые наши эксперты разрабатывают для того, чтобы помочь всем педагогам в ежедневной своей практике внедрения Scaffold. Ссылки на данные ресурсы у нас сейчас находятся в чате, поэтому если есть у вас необходимость, и вы не воспользовались этими ресурсами еще, пожалуйста, пройдите, проверьте, и будем очень рады также вашей обратной связи. Далее хотелось бы сказать то, что у нас сегодня первый вебинар из серии национальных вебинаров по взаимному обучению, который именно концентрируется на практиках Scaffold, то есть индивидуальных успешных практиках имплементации Scaffold в различных контекстах. Сегодня у нас вебинар пройдет под темой «Первые шаги внедрения». Второй вебинар уже будет в следующем году, и он будет уже посвящен более углубленным практикам и созданию более устойчивой платформы для имплементации Scaffold в Узбекистане. Каждый вебинар, он продлится у нас в течение 60 минут, и на каждом вебинаре будет представлен опыт двух опытных тренеров, педагогов из Узбекистана. И в конце, уважаемые участники, у вас будет возможность задать какие-то вопросы интересующие и также поделиться своими впечатлениями. Сейчас позвольте передать уже слово нашим сегодняшним фасилитатору, а также спикерам. Гульсанам, пожалуйста, слово вам. Спасибо большое, Виктория. Assalomu alaykum, hurmatli webinar ishtirokchilari. Bugungi birinchi milliy webinarimizga xush kelibsiz. Ya'ni mavzu Scaffold amaliyotlarini o'rganish, bilish, dars jarayonida qo'llash va Viktoriya aytganiga ko'ra, bugungi webinarimizda ikkita asosiy trener qatnashadi, Gulmira Azimova va Latofat Islomova. Ularni bugun eshitamiz va birinchi so'zimizni Latofat Azimovaga beramiz. Azimova Gulmiraga beramiz. Gulmira Zarafshon shahar birinchi sonli texnikumda katta o'qituvchi bo'lib ishlaydi va Gulmira bir nechta Darya Scaffold kursning ishtirokchi bo'lib va nafaqat ishtirokchi, balkim eng asosiy mukofotlarni oladigan insonlardan biri. Va menimcha guruhimizda ham eng faol qatnashchisi. Shuning uchun Gulmira, sizga birinchi so'z. Gulmira taqdimotni bitirgandan keyin agar sizlarda savollar paydo bo'lsa, esdan chiqmasligi uchun hamma savollarni chatimizga yozishingiz mumkin yoki alohida qanaqadir daftaringiz bo'lsa, daftarga yozib, ikkita taqdimotchini ham eshitganimizdan keyin savollarga alohida vaqt ajratiladi. Gulmira, xush kelibsiz va sizga birinchi so'z. Assalomu alaykum hammaga. Demak, men Gulmira Azimova, Zarafshon shahar birinchi sonli texnikum o'qituvchisiman. Demak, Scaffold kartalarini darsda qo'llash, muqobil energiya mavzusini tanlagan edim. Yo'nalishim energetika sohasida ta'lim oladigan o'quvchilarga dars beraman va biz muqobil energiya manbalarini o'rganishni Scaffold kartalari orqali boshladik. Demak, Scaffold kartalari orqali biz birinchi o'rinda nima qilishimiz kerak? Biz birinchi o'rinda darsni rejalashtirib olishimiz kerak. Demak, fanimiz energetika, mavzumiz muqobil energiya manbalari, dars turimiz bizda nazariy. Scaffold kartalari orqali dars o'tamiz. Bizga nimalar kerak bo'ladi? Scaffold kartalari, slaydlar, flipchartlar, markerlar hamda o'zimizni o'qitish kitoblarimiz, ma'ruza matnlarimiz. Если можно, Виктория, следующий слайд. Demak, biz birinchi o'rinda
darsga kirishni maqsadini qo'yib olishimiz kerak. Maqsadimiz nima? Birinchi o'rinda bu o'quvchilarning diqqatini mavzuga jalb qilish hamda ularni faollashtirish, muqobil energetika mavzusiga qiziqish hamda o'rganishga ichki motivatsiyani o'quvchilarda shakllantira olishimiz kerak. Shuningdek, maqsadlarimizdan yana biri bu muammoni anglash orqali o'sha muqobil energiya mavzusini dolzarbligini hamda amaliy ahamiyatini ochib berishimiz kerak bo'ladi. Dars mavzusi, maqsadi va kutilayotgan natijalar bilan o'quvchini tanishtirish hamda o'quvchilarni faol, mustaqil va tanqidiy fikrlashga yo'naltirish bu bizani o'sha darsimizni asosiy maqsadi deb belgilab olingan. Demak, o'qituvchi biz nima qilamiz? Demak, o'quvchilar bilan salomlashamiz. Bu o'quvchilar bilan birgalikda o'sha psixologik bir muhitni yaxshilash uchun davomatni aniqladik, darsga tayyorgarlikni tekshiramiz va o'sha o'tilgan mavzu bo'yicha savol-javob qilib takrorlash ishlarini olib boramiz hamda o'quvchilarni faol ishtirok etishga hamda fikr bildirishga ozgina bir motivatsiya berib olamiz. Если можно, следующий слайд. Demak, dars yakunida qanaqa natijalarni kutamiz? Biz albatta o'quvchilarda o'sha muqobil energiya tushunchasi hamda uning ahamiyatini tushundimi? Demak, o'zlarini tafakkuri qanaqa yuqori saviyada o'sdi, muqobil energiya turlarini bir-biridan farqlay oldimi? O'shani kutamiz. Demak, biz darsni boshlash jarayonimizda albatta kompetensiyalarni tanlab olishimiz kerak. Kompetensiyalarni qanaqa qilib tanlaymiz? Demak, bizda kompetensiya o'sha muqobil energetika sohasida kompetensiyalarni tanlash bu bizda tizimli hamda maqsadga yo'naltirilgan jarayon hisoblanadi. Chunki kompetensiyani qanaqa qilib biz to'g'ri tanlay olsak, o'quvchiga o'sha darsni oson hamda tushunarli tarzda yetkazib bera olamiz. Demak, bizda muqobil energetika sohasida kompetensiyani tanlash bu ta'lim maqsadlariga, soha talablarini tahlil qilishga, texnik jihatiga, shaxsiy ko'nikmalarni tanlashga hamda o'sha mos o'qitish usullari bilan birgalikda tanlash asosida tanlanadi. Qanaqa kompetensiyalarni tanladim? Demak, bizda 4 ta asosiy kompetensiyalar bor. 4 ta asosiy kompetensiyalardan bittadan kartochka tanlandi. Demak, birinchisi bu raqamli kompetensiyalar. Следующий слайд, пожалуйста. Demak, bu raqamli kompetensiyalardan ma'lum D1 kompetensiyasini tanlaganman. Bu raqamli ma'lumotlar va raqamli kontentni izlash. Demak, bizga nima uchun kerak bu? Muqobil energetika bu yangi kirib kelayotgan energiya turidan biri, u yildan yilga, kundan kunga yangilanib boradi. Ma'lumotlar va raqamli kontent izlash esa o'sha zamonaviy ta'lim hamda bilimlarni doimiy yangilash uchun muhim hisoblanadi, eng asosiysi. Demak, bilimlarni yangilashda biz nima qilamiz? Muqobil energetikasi yangi texnologiyalar bor, zamonaviy uskunalar bor bizda, so'nggi ilmiy tadqiqotlar, bular hammasi demak raqamli kontent izlash, ma'lumotlar izlash orqali aniqlanadi. Ishonchli qaror qabul qilish uchun albatta raqamli kompetensiyalar kerak. Demak, biza ma'lumotni to'g'ri tekshirilganligini aniqlashimiz kerak, energiya manbalarini biz bir-biri bilan solishtirishni o'rganishimiz kerak hamda samaradorlikni baholashni o'rganishimiz kerak. Demak, shuningdek raqamli kompetensiya bizga amaliy loyihalarni ishlab chiqish kerak bo'ladi. O'quvchilar o'sha muqobil energiya haqida nazariy bilim olgandan keyin ular o'zlari amalda uni ko'rish kerak. Statistik ma'lumotlari bor, xarita va grafiklari bor, texnik ma'lumotlar bor. Bularni hammasini chiqishimizda albatta ma'lumotlar va raqamli kontent izlash kompetensiyasi bizga kerak bo'ladi. Shuningdek, tanqidiy fikrlashni o'stirish uchun ham kerak bo'ladi, chunki hozir hamma joyda masalan quyosh paneli batareyalarini oladigan bo'lsak, reklamasi ko'p. Endi qaysi biri to'g'ri ma'lumotni beryapti, qaysi biri reklama, qaysi biri noto'g'rini beryapti, uni ajratib olish uchun ham albatta raqamli kompetensiya asosiy o'rin egallaydi. Shuningdek, demak, o'quvchilar raqamli kompetensiya orqali o'zlari mustaqil o'rgana oladi hamda o'z-o'zini ustida ishlab rivojlantirish malakasini oshira oladi. Demak, ma'lumotlar hamda raqamli kontentni izlash bu zamonaviy o'quvchini yo mutaxassisni desak bo'ladi, asosiy kompetensiyasi bo'lib, u o'sha to'g'ri bilim olish, samarali ishlash hamda muqobil energetika sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur deb ayta olamiz. Demak, keyingi yana bitta kompetensiyamiz bor. Mana следующий slayd. Bu tadbirkorlik kompetensiyasi. Bunda ikkita kartochkani tanlaganman. Bular E12 hamda E15. Demak, E12 birinchi o'rinda rejalashtirish va boshqarish kompetensiyasi. Demak, rejalashtirish va boshqarish har qanaqa sohada kerak bo'ladi. Muqobil energetikada ham. Nima uchun kerak?
Demak, biz resurslardan birinchi o'rinda samarali foydalanishimiz kerak. Muqobil energiya katta soha bo'lgani uchun bizda albatta resurslarimiz ko'p. Biza bularni moliyaviy mablag'lari bo'ladi, vaqti, texnik uskunalari hammasini to'g'ri taqsimlashimiz kerak. Bu uchun biz nima qilishimiz kerak? Reja va boshqarish bo'lishi kerak. Demak, biza loyihalarni o'z vaqtida bajarishimiz kerak. Bunda ish bosqichlarini belgilashimiz kerak, qanaqadir bir muddatlari bo'ladi, kechikmasligi kerak bo'ladi bizada albatta elektr energiya bilan bog'liqligi uchun. Xavflarni oldini aniqlash va kamaytirish uchun ham rejalashtirish va boshqarish kerak. Ob-havo sharoiti bo'lishi mumkin bizada, tashqi ta'sirlar deyiladi, texnik nosozliklar bo'lishi mumkin. Bularni ham oldini olish uchun muqobil energetikani o'rganayotgan jarayonda biza albatta tadbirkorlik kompetensiyalaridan foydalanamiz. Jamoaviy ishda ishlaydi bular. Jamoaviy ishni muvofiqlashtirish uchun har bir o'quvchiga vazifalar taqsimlanadi. Har bir o'quvchi o'zini mas'uliyatini aniqlab, o'sha hamkorlikni jamoaviy guruhda yo'lga qo'yadi deb ayta olamiz. Shuningdek, sifat va samaradorlik birinchi o'rinda. Buni ta'minlash uchun ham o'sha o'zini bajarilayotgan ishini samaradorligini, sifatini, keyin energiya tizimi samaradorligini aniqlash uchun ham u albatta oldindan rejalashtirilgan va boshqarilgan bo'lishi kerak. Demak, rejalashtirish hamda boshqarish kompetensiyasi bu muqobil energiya loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlaydi deb aytsak, noto'g'ri aytmagan bo'lamiz. Yana bitta kompetensiyamiz bor. Bu tadbirkorlik kompetensiyasidan E15, demak, tajriba orqali o'rganishni tanladim. Следующий slayd, пожалуйста. Demak, tajriba orqali o'rganish. Bizada muqobil energetikada o'quvchilar nazariy bilimlarni oladi dars jarayonida va albatta biza amaliy bilimlarga ega bo'lishimiz kerak. Tajriba orqali o'rganish, demak, bu bilimlarni o'sha amaliy jarayonda almashib, egallab borishni inobatga oladi. Demak, nazariy bilimlarni mustahkamlaydi. Quyosh paneli, shamol generatorlari bor, biogaz qurilmalari bor. Ular bilan amaliyotda qanaqa qilib ishlashligini chuqurroq tushunadi. Demak, tajriba orqali ular amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantiradi, muammolarni aniqlay oladi. Shuningdek, tez va to'g'ri qaror qabul qilib, eng muqobil bo'lgan alternativ yechimga kela oladi, topa oladi desak bo'ladi. Shuningdek, ular o'sha tajriba orqali o'rganishda ijodiy fikrlash hamda tanqidiy fikrlashni ham rivojlantira oladi. Nima uchun masalan natijasi bunaqa bo'ldi, qanaqa qilib muqobil energiyani biz yaxshilashimiz mumkin, o'shalar haqida tajriba orqali o'rgansa bo'ladi. Bizada demak, o'sha Zarafshon shahrida shamol elektr stansiyalari qurilyapti. U yoqda bizada xizmat ko'rsatuvchi xodimlar, mutaxassislar bor. Bizani o'sha muqobil energiya manbalarini o'rganayotgan jarayonimizda bizda shunaqa bo'lgan, biz taklif etganmiz. Ular o'zlari olgan nazariy shamol generatorlari bilimlarini mutaxassis amaliy jihatda ko'rsatib, hisob-kitob ishlarini ko'rsatib berganda amaliy ko'nikmaga ham ma'lum bir ega bo'lishgan. Demak, tajriba orqali o'rganish kasbiy faoliyatga tayyorlaydi deb ayta olamiz. Bilimni haqiqiy malakaga aylantiriladigan eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Demak, bizda yana kompetensiyamiz bor. Bular yashil kompetensiyalar deyiladi. Следующий slayd, пожалуйста. Bu o'sha barqaror rivojlantiruvchi kompetensiyalar deyishimiz mumkin. Bunda tanqidiy fikrlash, G5 ni tanladim. Albatta, yana aytdik, muqobil energiya o'suvchan soha. Demak, tanqidiy fikrlash bu o'quvchilarda ma'lumotlarni tahlil qila olish, baholash, kerakli bo'lgan eng asosiy qarorlarni qabul qilish qobiliyatini shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Demak, biz ma'lumotlarni o'quvchilar obyektiv baholash uchun albatta tanqidiy fikrlashimiz kerak. Fikrlashimiz qancha kuchli bo'lsa, biz ilmiy tadqiqotlar, texnik hisobotlarni to'g'ri hisob-kitob qila olamiz. Demak, energiya manbalari bor bizada. O'shalarning samaradorligini solishtirish uchun, asosli qarorlar qabul qilib, muammolarni hal qilish uchun ham hamda o'sha har qanaqa reklamalardan qutulib, o'zini o'sha aniq, ishonchli qarorni qabul qilish uchun ham tanqidiy fikrlash muhim rol o'ynaydi. Demak, tanqidiy fikrlash biza muqobil energetikada ma'lumotni tahlil qilish, samarali qaror qabul qilish hamda xavflarni kamaytirish uchun zarur bo'lgan kompetensiya deb ayta olamiz. Yana bitta kompetensiya bu hayotiy kompetensiya. Unda o'sha o'sish tafakkuri degan kompetensiya bor. Следующий slayd, пожалуйста. Bunda E7 o'sish tafakkuri kompetensiyasini tanladim. Bu o'sha o'quvchilarda bilim va ko'nikmalarni har doim o'sib borishiga, rivojlanishiga
turtki bo'ladigan kompetensiya hisoblanadi. Demak, o'quvchilar yangi bilimlarni o'zlashtirish uchun yangi quyosh panellarini, demak, shamol turbinalarini, energiyani, mana vodorod texnologiyalari bor, geotermal elektr stansiyalar bor, o'shalarni yaxshi o'rganish uchun o'sha o'sish tafakkuri yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. Xatolar, kamchiliklar bo'ladi hamma joyda. Demak, o'quvchilar o'sha fikrlashi, o'sish tafakkuri yaxshi rivojlangandan keyin ular xatolikka bir kamchilik yoki muvaffaqiyatsizlik emas, balki o'rganish imkoniyati sifatida o'sha qabul qila oladi. Shuningdek, yangi tendensiya, yangi yondashuvlar bor. Yangi yondashuvlarni izlash hamda ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun ham o'sish tafakkuri hayotiy kompetensiya muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, kasbiy o'sish hamda doimiy rivojlanish uchun ham o'sish tafakkuri kerak bo'ladi. Demak, xulosa qilsak, agar o'sish tafakkuri o'quvchilarda yangi bilimlarni tez o'zlashtira olishiga, muammolarni ijodiy hal qilishiga hamda xatolardan qo'rqmaslik imkonini beradi. Bu esa o'sha muqobil energetika sohasida yangi ma'lumotlarni izlab, kuchli mutaxassisga aylanishiga turtki bo'la oladi. Biza demak 4 ta kompetensiyani tanlab oldik. Endi biz o'sha o'qitish usulini tanlashimiz kerak. O'qitish usuli qanaqa qilib tanlanadi? Следующий slayd, пожалуйста. O'qitish usulini tanlash bu o'sha o'quvchining maqsadlari, mavzu xususiyatlari, darsga tayyorgarligi hamda kompetensiyalarini rivojlantirishni hisobga olgan holatda amalga oshiriladi. Demak, o'qitish usullaridan birinchi o'rinda loyihaga asoslangan ta'limni tanlab oldim. Chunki loyihaga asoslangan ta'lim bu tahliliy va loyiha ko'nikmalari. Bunda o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliy loyihalar orqali o'zlashtiradigan ta'lim usuli hisoblanadi. Demak, bizda aytdik, nazariya bilan albatta amaliyot birga chambarchas bog'liq. Demak, loyiha asosida o'qitish bu o'quvchilarda Gulmirada menimcha internet aloqa yo'q-da. Gulmira. Hozirgina kutamiz. Menimcha Gulmira interneti o'chirildi. Mani ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Вас хорошо слышно. eshitilyapti. Gulmira. Hozir boshqatdan kiradi menimcha-da, Gulmira. Все. Gulmir. Gulmir mikrofoni o'chirilgan. Demak, loyihaga asoslangan ta'lim. Loyihaga asoslangan ta'lim bu o'sha o'quvchilar bilan Сейчас, минутку, извиняюсь, так. Uzr, telefonimdan ham kirdim, aloqa bo'lmay qolganiga. O'quvchilarni o'sha dars jarayonida faol ishtirok etishini, ko'p kompetensiyalarni rivojlantirishga olib keladi. Tanqidiy fikrlash, jamoada ishlash, loyihalarni rejalashtirish hamda resurslarni boshqarish imkoniyatlarini beradi. Shuningdek, muammoli vazifalarni o'rganishlarni, refleksiyalarni baholashlarni. Loyihaga asoslangan ta'lim bu nazariya hamda amaliyotni umumlashtiradi, birlashtiradi. Ko'nikmalarni esa qanaqa desam, kompleks, umumiy rivojlantiradigan samarali usul hisoblanadi. Demak, bular o'quvchilarni haqqoniy real hayot bilan birgalikda hamda kasbiy faoliyat bilan birgalikda tayyorlab boradi. Ikkinchisi bu tajriba orqali o'rganish. Demak, tajriba orqali o'rganish bu amaliy hamda texnik ko'nikmalar degani. O'quvchilarda nazariy bilimlarni shakllantiradi amaliy mashg'ulotlar orqali. Qanaqa asosiy xususiyatlari bor deb ayta olamiz tajriba orqali o'rganishda? Ular amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi, nazariy bilimlarni mustahkamlaydi, muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi, tanqidiy hamda ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Masalan, nimaga aynan shamol elektr stansiyasi yoki nimaga aynan shu quyosh panelini tanlashimiz kerak? Qaysi turini tanlasak, bizni o'zimizni hududimiz uchun yaxshi bo'ladi, qaysida elektr energiya isrofiga yo'l qo'yilmaydi, shunaqa o'sha fikrlashlarni rivojlantirib beradi. Shuningdek, jamoaviy
ishda jamoaviy ishlashni ham ko'nikmalarni rivojlantirish mumkin hamda moslashuvchanlik hamda o'sish tafakkurini shakllantiradi. Demak, bu o'qitish usuli ham demak oldinda tanlagan kompetensiyalarimiz bilan chambarchas bog'liqligi kelib chiqyapti. Tajriba orqali o'rganish bu bilimlarni o'sha amaliyot bilan uyg'unlashtirish hamda muammolarni energetika sohasida samarali yechib kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishga turtki bo'la oladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yana bir o'sha o'qish usuli bu jiddiy o'yinga asoslangan ta'lim. Demak, bu o'sha o'quv jarayonida o'quvchilar bilan shunchaki bunaqa hazil-huzul o'yin emas, balki o'sha ko'nikmalarni rivojlantirish uchun qanaqa bir bilimlarni rivojlantirishga qaratilgan asosiy o'yinlardan biri. Bunda o'quvchilarni o'sha darsda zerikib qolmasligi, muammolarga real qaray olishini shakllantirib beradi. Tanqidiy hamda strategik fikrlashlarni rivojlantiradi, xatolardan o'rganish imkonini beradi. Shuningdek, o'quvchilar jiddiy o'yinga asoslangan ta'lim o'quvchilarda biza motivatsiyani, darsga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi deya olamiz. O'quvchilarni faol, tanqidiy hamda ijodiy fikrlashiga o'rgatadi hamda amaliy ko'nikmalarni simulyatsiya orqali rivojlantirishda yaxshi samara beradi. Demak, можно следующий slayd. Biza o'sha kompetensiyalarni tanlab oldik, o'qitish usullarini tanlab oldik. Mana boya aytib o'tdim, loyihaga asoslangan ta'lim. Demak, o'quvchilarda nazariy bilimlarni amaliy loyihalar orqali o'zlashtiriladigan ta'lim usuli. Следующий slayd. Keyingi slayd bu tajriba orqali o'rganish dedik. Bu o'quvchilarning o'sha nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar hamda real vaziyatlar orqali mustahkamlash usuli dedik. Hamda следующий slayd jiddiy o'yinga asoslangan ta'lim. Bunda o'quvchilarni faol, tanqidiy hamda ijodiy fikrlashga o'rgatuvchi amaliy ko'nikmalarni o'sha simulyatsiya orqali rivojlantiradigan samarali metod, samarali usul deya olamiz. Следующий slayd, пожалуйста. Shuningdek, biza o'sha o'qitish usullarini tanlab olganimizdan keyin mavzuni o'rganamiz. Muqobil energiya tushunchasi, qanaqa turlari bor, mana quyosh energiya, shamol energiya, geotermal energiya, afzallik va kamchiliklari, ma'lum bir o'sha vaqtga mo'ljallangan ma'ruza o'tiladi hamda jahon tendensiyalari bilan tajriba qilib solishtiriladi. O'zbekistonda qanaqa, chet elda qanaqa, yetakchi davlatlar qaysi muqobil energiyani turini qilsak bizga ham arzon tushishi mumkin, ham elektr energiyani biza o'sha ekonom qilishimiz mumkin. Demak, biz hammasini qilib olganimizdan so'ng bizada baholash usuli bor, mustahkamlash vaqti bo'ladi. Mustahkamlashda biz savol-javoblar orqali mustahkamlashimiz mumkin. Следующий slayd, пожалуйста. Baholash usulida men kuzatuv usulini tanlab oldim. Kuzatuv menimcha hamma darslarda eng birinchi o'sha amalga oshiriladigan baholash usuli bo'lsa kerak. Bu o'sha o'quvchini amaliy faoliyati va bilimlarini bevosita kuzatish orqali baholash usuli. Demak, muqobil energetikada bu muhim hisoblanadi. Bu orqali nimaga erishamiz? Birinchi o'rinda amaliy ko'nikmalarni tekshirishimiz mumkin. Kuzatuv o'sha orqali baholashda xavfsizlikni nazorat qilishimiz mumkin. Chunki bizanikilar elektr bilan, yuqori bosim bilan ishlaydi, texnik qurilmalar bilan ishlaydi. Jihoz va uskunalardan biza to'g'ri foydalanishni o'sha kuzatish orqali baholashimiz mumkin. Nazariya bilan amaliyotni uyg'unlashtira oldimi o'quvchi? Nazariy jihatdan tushungan amaliyotda qo'llay oldimi? Kuzatuv orqali baholashimiz mumkin. Fikr, mulohaza hamda ko'nikmalarini rivojlantira oldimi? Demak, o'quvchini amaliy ko'nikmalarini, xavfsizlik qoidalariga rioya qilishini hamda nazariy bilimlarni amalda qo'llash qobiliyatini o'sha qo'llay oldimi kuzatuv orqali aniqlashimiz mumkin. Следующий slayd, пожалуйста. Demak, yana bitta baholash usuli bu o'rganish uchun savollar. Bunda savollar orqali baholash o'quvchini bilim, tushuncha hamda fikrlash darajasini aniqlash uchun ishlatiladi. Demak, bilim va tushunchalarni tekshiradi, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, muammoni hal qiladi, muvaffaqiyat va xatolardan o'sha o'rganishni rag'batlantirish mumkin hamda o'sha o'quvchi bilan muloqotni albatta o'sha o'rganish savollari orqali ushlab turishimiz mumkin. Biz bilimlarni, tanqidiy fikrlashlarni hamda amaliy fikrlashlarni o'sha o'rganish savollar orqali o'quvchida ochib bera olamiz. Следующий slayd, пожалуйста. Shu bilan o'quvchini o'sha bir para dars davomidagi
bilimlarini baholay olamiz hamda dars yakunida o'quvchidan biza mavzuni umumlashtira oldimi, tahlil qila oldimi, o'z bilimlarini ko'rsata oldimi, o'zini samoanaliz qila oldimi, tanqidiy hamda ijodiy fikrlashni mustahkamlay oldimi, o'shalarni biza anglaymiz, baholaymiz hamda o'quvchilar o'tilgan dars yuzasidan xulosalar chiqaradi. Keyin o'quvchilarga uyga vazifa beriladi. Demak, masalan, muqobil energetik har bir o'quvchini o'zini hududi uchun mos bo'lgan energiya turi, muqobil energiya qaysi va nima uchun, o'sha bo'yicha ular uyga vazifani qilib kelishi mumkin. Demak, xulosa qilib nimani ayta olamiz? Следующий slayd, пожалуйста. Scaffold kartalaridan foydalanish o'sha o'quvchida dars jarayonida qanaqa natijalarga olib keldi? Birinchi o'rinda bilim va tushunchalar darajasi oshdi. Demak, o'quvchilar muqobil energiya manbalarining turlarini, ishlash prinsiplarini, afzallik va kamchiliklarini yaxshiroq tushundi. Ikkinchi o'rinda amaliy ko'nikmalar tezroq rivojlandi. Uskunalar bilan ishlash, loyiha tuzish ularda oldinga nisbatan tezlashdi. Uchinchisi, tanqidiy va ijodiy fikrlash 100% ga kuchaydi, bemalol ayta olaman, chunki o'sha tanlagan kompetensiya, tanlagan o'qitish metodlari o'quvchilarda bu muammolarni o'sha ancha yechib berdi. To'rtinchisi, bu jamoaviy hamda kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirdi, guruhda ishlash, fikr almashish, demak, o'quvchilarda ko'proq oshdi. Bular bilan birgalikda albatta o'sish tafakkuri shakllandi, o'sish tafakkuri oshdi, o'quvchilar mustaqil o'rganish istaklari paydo bo'ldi hamda o'quvchilarda oldiga maqsad qo'ya bildi, motivatsiyasi oshdi, qiziqishi oshdi. O'sha o'tkazilgan jiddiy o'yinga asoslangan ta'lim orqali. Hamda muqobil energetika sohasida kasbiy tayyorgarlik yaxshi rivojlandi. Ular o'sha real hayotda hamda loyihalarda qo'llash mumkin bo'lgan bilim va ko'nikmalarni yaxshi, oson hamda qiziqarli tarzda egallay oldi. Demak, xulosa qilib ayta olamiz, scaffold kartalar orqali dars o'tish o'quvchilarda o'sha bilim va ko'nikmani shakllantirish, fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik, o'sish tafakkuri sohalarida sezilarli ijobiy o'zgarish keltirdi desak bo'ladi. Bu esa o'sha o'quvchilarni muqobil energetika sohasida raqobatbardosh, samarali bir mutaxassis bo'lib yetishib chiqishiga albatta turtki bo'la oldi. Shu bilan darsimizni tugatib xulosa qildik. Gulmira, rahmat kattakon. Sizga juda, menimcha, dolzarb mavzu, chunki qatnashchilardan ham juda tez aniq fanlarda scaffold kartalarini foydalansa bo'ladimi, bo'lmaydimi degan savol ham juda tez tushadi. Menimcha, bu joyda juda aniq misol, ya'ni aniq fanlarda ham, gumanitar fanlarda ham bemalol kartalarni ishlatsa bo'ladi. Agar qanaqadir savollaringiz bo'lsa, savollaringizda qatnashchilarda savollar bo'lsa, savollaringiz esingizdan chiqmasin. Hozir ikkinchi trenerimizga so'z beramiz va undan keyin savollarga yana alohida so'z qoladi. Rahmat kattakon Gulmir. Hozirgi so'zimizni esa Islomova Latofat Ro'zmuradovnaga beramiz. Latofat Samarqand shahridan, birinchi son texnikum, kompyuter grafika va dizayn operatori guruhiga maxsus fandan dars beradilar. U ham o'qituvchilari hisoblanadi va Latofatam konkurslarimizning ishtirokchisi, konkurslarimizning g'olibi va uning amaliyotlari juda qiziqarli. Latofat opa, iloji bo'lsa, ko'proq hozir qanaqadir amaliyotga, kamroq nazariyaga, ko'proq amaliyotga e'tibor bersangiz, chunki Gulmira taqdimotida juda ko'p hozirda nazariyada ham tushuntirilgan, ko'rsatilgan. Agar sizdan ko'proq amaliyot to'g'risida eshitsak, zo'r bo'lardi. Sizga so'z. 20 daqiqa iloji bo'lsa. Rahmat. Agar sal oshib ketsa, urishmaysizlar, iltimos to'xtatasizlar. Tak. Taqdimotimni qisqacha bunday ma'ruzasini aytib o'tamanda, keyin praktichески amaliy nima ish qilganlarini aytib bersam bo'ladi unda. Chunki Gulmira juda ham yaxshi ochib berdi, kartalarga izoh berdi. Menda ham shu kartalar amaliyotimda bor. Shu kartalardan men ham foydalanaman. Hozir ipidan iynasigacha Gulmira to'liq har bitta karta nimaga ishlatilishi kerakligi haqida gapirib o'tdilar. Rahmat sizga. Men bo'lmasa ma'ruzamni tezgina o'tkazib olamanda, qisqacha qilib, keyin to'liq amaliyotimda qanday ishlaganim haqida gapirib beraman. Bo'ladimi? Mayli. Ketdik bo'lmasa. Slaydimni qo'yib yuborasizmi, iltimos?
endi scaffold kartalari darsda qanday amaliy qo'llanishi haqida tushuncha berishdan oldin scaffold kartalari haqida nima ekan bu degan tushuncha borda. Scaffold kartalarini hamma har xil tushuntiradi. Kimdir instrument deydi, kimdir metodika deydi va hokazo. Men endi scaffold kartasini o'quvchini bosqichma-bosqich qo'llab-quvvatlash usuli bo'lib, dars jarayonida yordam asta-sekin kamaytiriladi, o'quvchi mustaqil ishlashga o'tadi deb ayta olaman. Usul, quvvatlash usuli. Endi o'quvchi o'ziga bo'lgan ishonchni qanday oshiradi? Birinchi, bilmayman, tushunmayman, qila olmayman degandan yordam bersangiz qila olaman, yordam bersangiz bajara olaman degan etapga o'tadi va bu etapda mustaqil qilaman, o'zim bajara olaman va bundan ham yaxshiroq qila olaman degan etapga o'tadi. Mana shu etap-etap, bosqichma-bosqich yoki zinama-zina o'quvchini o'ziga bo'lgan ishonchini orttirish uchun scaffold kartalari asosiy yordamchi deb hisoblayman. Keyingi slayd. Endi dars o'tish usuli, scaffold asosida dars o'tish bosqichlari Gulmira batafsil aytib o'tdi. Men qisqacha aytib o'taman. Birinchi bosqich baribir tashkiliy qism, salomlashish, davomat va hokazo. Keyin namoyish va tushuntirish. Imенно scaffoldga urg'u berdim. Darsda borishiga emas. Shuning uchun scaffoldga tegishli bo'lgan joyi birinchi namoyish va tushuntirish. Bunda o'qituvchi mavzuni tushuntiradi, namunaviy misollar ko'rsatadi. Gulmira buni ham to'liq aytib o'tdilar va o'quvchilar diqqatini asosiy tushunchalarga qaratadi. Bu bosqichda scaffold kartalari tayyor namuna, kalit so'zlar, formula yoki yo'riqnoma shaklida taqdim etilishi ham mumkin. Ikkinchi bosqichda qo'shma faoliyat. Bu yerda o'quvchi bilan birga hamkorlikda ishlaydi. Qanday? O'qituvchi yo'naltiruvchi savollar beradi va o'quvchilar tanlangan kompetensiya kartalari asosida, bu o'qituvchi tomonidan tanlangan. O'quvchilar emas, o'qituvchi tomonidan tanlangan kompetensiya kartalari asosida o'qituvchining savollariga javob beradilar va topshiriqlarni birgalikda bajaradilar. Bu bosqichda yordam to'liq bo'lib, faoliyat hamkorlikda olib boriladi. Keyingi slayd. Uchinchi bosqichimiz mustaqil ish. O'qituvchi mavzuga oid topshiriq beradi. Bu topshiriq berishdan oldin men keyinroq aytib o'taman, o'quvchilar kichik guruhlarga bo'linadi. Men har doim darslarimni kichik guruhlarda olib boraman, chunki jamoada ishlash, bir-biriga ishonish, bir-birini qo'llab-quvvatlash hislarini uyg'otadi o'quvchilarimda. Shuning uchun mustaqil ish, o'qituvchi mavzuga oid topshiriq beradi. O'quvchilar o'zlari tanlagan, mana shu o'zlari tanlayapti kompetensiya. O'qituvchi kursda mana shu kompetensiyalardan kelinglar, qaysi birini tanlab olasizlar? Kurs tepam. O'quvchilarim tanlab olyapti. Shu tanlagan kompetensiya kartasi asosida berilgan topshiriqlarni mustaqil o'zlari bajarishadi. Bu bosqichda scaffold kartalari eslatma yoki qisqa yo'l yo'riq vazifasini bajaradi. To'rtinchi bosqichda baholash va yakunlash. Endi tanlangan baholash usullari kartalar bu. Baholash kartalari asosida buni albatta o'qituvchi, ya'ni men tanlab olaman. Shu usul baholash kartalari asosida o'quvchilarning bilim, ko'nikma, malakalari baholanadi. Mana darsga kirganda o'quvchi qay darajada edi, bilim darajasi, endi mana bu dunyoqarashi, saviyasi, fikrlash doirasi qanaqa edi, dars tugaganda mana shu 80 daqiqalik darsda ichida qay darajada o'quvchi o'sdi. Dars yakunida xulosa qilinadi va o'quvchilarga uyga vazifa beriladi. Mana bu qisqacha darsni bosqichlari. Keyingi slayd. Bu slaydimizda endi 80 daqiqalik. Men Samarqand shahar birinchi texnikumida kompyuter grafikasi dizayn operatori yo'nalishida maxsus fanlardan dars beraman. Endi umumta'lim fanlaridan informatika fani ham bormanda, lekin asosan raster grafika, vektor grafika, axborot xavfsizligi, axborot texnologiyalari, uch o'lchovli modellashtirish, kompyuter grafikasi va dizayn va hokazo ko'plab fanlardan dars berib kelaman. Shu uchun hozir aytdilar bitta mavzuni oling deb
man kompyuter grafikasi tushunchasi va uning turlari degan mavzuni tanladim. Nima uchun? Chunki bu informatika fanida ham bor, kompyuter grafikasi va dizayn degan fanda ham bor. Shu uchun shu mavzuni tanladim. Endi bu yerga qaranglar. Darsda mavzu tanlagandan keyin albatta o'qituvchi maqsad qo'yadi. Qanday maqsad? Birinchi o'quv maqsad. O'quvchilarga mana shu kompyuter grafikasi tushunchasi, uning asosiy turlari, masalan rasterli, vektorli, fraktal, 3D grafika va hokazo, hamda ularning qo'llanish sohalari haqida tushuncha beradi. Lekin mani taktikam, dars o'tish metodikam bo'yicha men to'liq ma'lumot bermayman. Qisqacha aytib o'taman. Bu o'quvchilarni fikrlash doirasini sal qitiqlab qo'yadi. Chunki bu grafika atrofimizni o'rab olgan. O'quvchilar buni juda ham yaxshi biladi. Shuning uchun salgina qitiqlab qo'yaman dalshi ketamiz. Ta'limiy maqsad. O'quvchilar kompyuter grafikasi bo'yicha nazariy bilimlarni shakllantiriladi. Grafik turlarini farqlaydi. Ularni afzallik va kamchiliklarini anglab yetish uchun hamda grafik muharrirlar bilan tanishtiriladi. Rivojlantiruvchi maqsad. O'quvchilarni mantiqiy va vizual tafakkurini tahlil qilish, taqqoslash, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirish. Tarbiyaviy maqsad esa o'quvchilarda shu axborot texnologiyalarida bo'lgan qiziqishni oshirish, kompyuter sohalariga, shu bilan bog'liq qancha sohalar bor, shu sohalarga qiziqtirish, estetik didni shakllantirish, jamoada ishlash, o'z fikrini erkin bayon qilish, texnik vositalardan oqilona foydalanish madaniyatini tarbiyalash va jamoada bir-birini hurmat qilish. Keyingi slayd. Endi bu yerdan kutilayotgan natijalar. Dars yakunida qanday natijalar kutiladi? Dars yakunida o'quvchilarim kompyuter grafikasi tushunchasini izohlab bera oladilar. Grafik turlarini, qanday turlari bor, bir-biridan farqi nimada, qanday ularni farqlash mumkin, sifatli, sifatsiz grafik turlarini aniqlab farqlay oladilar. Har bir grafik turini qo'llanish sohalarini aytib bera oladilar. Grafik muharrirlari haqida umumiy tasavvurga ega bo'ladilar. Berilgan topshiriqlarni mustaqil va guruhda birgalikda bajarishni o'rganadilar. Endi baholash mezonlari. Bizada 5lik baho, 3, 4, 5 baho qo'yamiz. Lekin scaffold kartalaridan foydalanganimda men 10 ballik sistema qilaman. 10 ballik sistema qilsam, mana misol uchun 5,5 6 olsa, уже 3 baho bor deganida. Shunda nazariy savollarga javob bera olsa 2 ball, grafik turlarini to'g'ri farqlay olsa 2 ball, amaliy yoki jamoaviy topshiriqlarda ishtirok etsa 3 ball, faol va ijodkor bo'lsa yana 3 ball qo'shiladi. Jami 10 ballga ega bo'ladi. Keyingi slayd. Mana bu yerda 80 daqiqalik darsni vaqt taqsimoti keltirib o'tilgan. Bunga menimcha to'xtalib o'tmayman, chunki gapiradigan gapim ko'p. Hamma baribir biz pedagoglar dars o'tayotgan paytlari har bitta o'qituvchi o'zini darsini to'liq taqsimot qila oladi. Chunki kimdir 45 daqiqa dars o'tadi, kimdir 80 daqiqa dars o'tadi. Mana tashkiliy qismga baribir 5 daqiqa ajratamiz. Chunki o'quvchilar bilan salomlashamiz, davomatni aniqlay olamiz, o'quv qurollar mavjudligini tekshiramiz. Keyingi bilim va ko'nikmalar darajasini aniqlash 15 daqiqa, o'quvchilarning mustaqil ishlashi 20 daqiqa, o'quvchilar taqdimoti 25 daqiqa, natijalarni aniqlash, baholash 10 daqiqa, uyga vazifa berish 5 daqiqa. O'quvchilar soni bu yerda 30 ta, chunki to'liq guruh qilib olyapman. Informatika darsida bilasizlar 15 ta o'quvchi qatnashadi. Keyingi slayd. Endi mana bu yerda masalaga misol tariqasida aytmoqchi edim. Chunki har bir o'qituvchi birdaniga darsini olib ketolmaydi. Shuning uchun bizga yordam beradi rejalashtirish kartalari. Mana shu rejalashtirish kartalari mana ekranda ko'rib turibsizlar. Agar maslahat berardim,
agar qo'llaringizga scaffold kartalari tushib qoladigan bo'lsa, avvalo mana shu rejalashtirish va sozlash kartalari bilan birinchi ishlanglar. Chunki bu kartalar o'qituvchilarni asosiy yordamchilari. Mana shu rejalashtirish kartalari orqali 80 daqiqalik darsimni rejalashtirib olaman. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, qanday rejalashtirish va hokazo shpargalka sifatida kartochkalarning o'zida yozilgan. Keyingi slayd. Mana bu yerda sozlash kartalari. Bu sozlash kartalaridan buni ham yaxshilab o'rganib olish kerak. Chunki bu sozlash kartalari darsni o'tish jarayonini belgilab beradi. Chunki dars o'tish jarayonida siz nima qilasiz, nimalardan foydalanasiz, qancha vaqt sarflaysiz va hokazo. Mana shu kartochkalarni auditoriyalaringizda kim, necha yoshli o'quvchilar va hokazo vaqt taqsimoti hammasi ana shu sozlash kartalarida berilgan. Keyingi slayd. Endi mana bu Gulmira to'xtalib o'tdi, juda ham yaxshi aytib o'tdi. Mana baholash kartalarini juda ham yaxshi ko'raman. Shu baholash kartalari orqali men darsimda qanday qilib o'quvchilarimni baholayman. Shuni ham bir kun oldin ana shu darsni rejalashtirib sozlash kartalari bilan foydalangan payti baholash kartalarini ham tanlab olaman. Ko'pincha bu yerda men kuzatuv kartalari, mana Gulmira aytgandek, keyin tengdoshlarning fikr mulohazalaridan foydalanaman, chunki o'quvchilarimni kichik guruhlarga bo'lganimda, ular mavzuni mana bu topshiriqni bajarib bo'lganlarida men bir-birini baholashga imkon beraman. Qani, mana bu guruhda ishini qanday baholaydi? Avvalo birinchi o'zlaringizni baholanglar deyman. O'z-o'zini baholashi bor, ana shu haqiqiy nima baholash bor, o'z-o'zini aks ettirish bor. Keyin aytaman, o'zlaringizni baholanglar guruhlar. Ular o'zini baholagandan keyin men atrofdagi guruhlardan so'rayman. Bular o'ziga mana shu bahoni qo'ydi. Shu bahoga bular arziydigan ish bajara oldimi yoki yo'qmi? Keyin tengdoshlari aytadi fikrlarini. Menda albatta kuzatuv kartasi qo'limda. Kuzatish orqali baholay boraman. Keyin oxirida haqiqiy baholash orqali bahosi chiqadi. Keyingi slayd. Usullar kartalari. Men bu usullar kartalari orqali men har bittasiga to'xtalib o'tirmayman, chunki Gulmira juda ham yaxshi tushuntirib berdi. Usullar kartalaridan darsimda qaysi usullardan ko'proq foydalanaman, shu kartalarni tanlab olaman. Asosan kooperativ ta'lim, jiddiy o'yinga asoslangan ta'lim kartalaridan foydalanaman. Keyingi slayd. Mana bu yerda men jadval keltirdim. O'rtoqlar, bu jadval boyangi dars taqsimoti bo'yicha to'liq keltirib o'tdim. Iloji bo'lsa, nima deydi, oq varaqqa darsni rejalashtirayotgan vaqtlaringiz mana shunaqa jadval tuzib olishlaringizni maslahat berardim. Chunki tashkiliy qism 5 daqiqa bo'ladigan payt o'quvchining faoliyati, o'qituvchining faoliyati va qaysi kartalardan foydalanasiz. Mana shu yerda men tashkiliy qismda salomlashib davomatni aniqlagandan keyin darsni maqsadi rejasi tushuntirilganda men aytaman, bugun biz kooperativ ta'lim va jiddiy o'yinga asoslangan ta'lim usullaridan foydalanib darsimizda shularni qo'llaymiz deb aytib o'taman. Keyin bilim va ko'nikmalar darajasini aniqlash, o'quvchilar mustaqil ishlashi, mana bu yerda bir qancha kartalarni keltirib o'tganman. Bu hamma kartalardan bir vaqtda foydalanish kerak degani emas. Chunki men tajribamda hamma kartalar bilan ishlab ko'rganman. Yo'q, hamma kartalar bilan yetib borganman, ko'plab kartalar bilan ishlab ko'rganman. Hatto integratsiya ham qilganman. Lekin sizlarga maslahatim, boshlagan paytlaringiz bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshtagacha kartadan foydalaninglar. Kompetensiya kartalarini aytyapman. Bu kartalar bilan boshlagan paytlaringiz asosan bitta kartani sinab ko'ringlar, o'quvchilaringiz qanday qabul qiladi. Keyin ikkita kartani sinab ko'ringlar. Kichik guruhga bo'lgan paytda to'rtta kartani ishlab ko'ringlar. Ana shunda ko'rasizlar o'quvchilaringiz qay darajada o'rganyapti. Keyingi slayd.
Mana shu jadvalni davomi keyingi slaydda. Mana bu yerda o'quvchilarning taqdimoti bor. Har bitta o'quvchi man asosan World Cafe metodidan foydalanaman, chunki World Cafe metodida asosan 4 ta kichik guruhga bo'lganimda, guruhlarga alohida mavzuni, mana shu katta mavzuni kichik mavzuchalarga bo'lib berganimda, unda liderlar bo'ladi. Asosiy bilimdon o'quvchilarimni o'tqizaman shu kartalarni mavzuni tushuntirishga. Atrofida o'tirgan o'quvchilarga ular mavzuni tushuntirib beradi, birgalikda topshiriqni bajarishadi. Stikerlar, markerlar, vatman qog'oz, hamma narsa ishlatiladi. Men ko'pincha mana varaq daftardan qolib ketgan leksiya daftarlari, eski daftarlar varaqlarini ham ishlataman. Kerak bo'lgan payti. Demak, o'quvchilar nima qilgan payti, keyin joy almashadilar, vaqt belgilanadi, ma'lum vaqtda joy almashadilar. Keyingi stolga borgan paytlari ikkinchi qism mavzuni o'rganadilar, keyin uchinchi mavzu, to'rtinchi mavzu va o'z joylariga qaytib keladilar. Ana shu qaytib kelgan paytlari o'qituvchilar bitta kishini taqdimotchi qilib saylab olishadi yoki boyangi tushuntirib bergan lider turib taqdimot qiladi. O'quvchilar unga yordam berishadi. Va natijani aniqlash, baholash mezonlari asosida albatta biza baholash mezonlari bilan ishlaymiz va baholash kartalari yordamchi. Bular bilan o'z-o'zini baholash, o'zaro baholash bo'yicha tushuntirganimdek, tengdoshlar kuzatuv va haqiqiy baholash orqali baholaymiz, keyin uyga vazifa beramiz va shu bilan qaytar aloqa o'quvchilarimdan so'rayman. Baribir 2-3 minut daqiqa qoldiraman-da aytaman, dars sizlarga ma'qul keldimi? Bugungi darsimiz qanday o'tdi? Nimani bilmagandik, o'rgandik, nimani bilib oldik va nimani mustaqil bajara olamiz? Birinchi boshida qo'ygan maqsadimiz, demak, bilmayman, yordam bo'lsa o'rganaman, o'zim mustaqil bajaraman degan narsaga yetib keldikmi sxema bo'yicha yoki yo'qmi? Shuni aniqlashtirib olaman. Agar ko'pchilik shu narsani tasdiqlasa, demak, men darsimni zo'r o'tgan bo'laman. O'zimga ma'qul keladi. Keyingi slayd. Men bu yerda dars jarayonlarim bor, mayli to'xtalmayman. Mana bu meni o'quvchilarim. Bu yerga to'xtalmayman, tez aytaman. Gulsanam menga 1 daqiqa deb ko'rsatyaptilar. Mayli. Mana o'quvchilarim, asosan mana shunday joylashtirilgan kompyuter klassimiz, yorug', keng. Mana shunday. Keyingi slaydni ko'rsating. Bularni kichik guruhlarga bo'lgan paytim o'rtadagi parta, 4 ta partani to'rt yoqqa qo'yamiz. Keyingi slayd. Viktoriya, пожалуйста. Mana keyingi slaydda mana komandalarga bo'lamiz. Komanda bu yerda hozir rasmda kartalar bo'yicha integratsiya qilib bachalashyapti. Chunki bu ikkinchi kursim, ikkinchi bosqich o'quvchilarim. Bular bilan o'tgan yildan beri kartalar bilan ishlayman. Oldin bitta ikkita karta bilan ishladim. O'quvchilarim aytdiki, bering kartani o'zimiz ishlaymiz deyishdi. Keyin men kartalarni o'quvchilarga tarqatdim. Akasi unday qilish mumkin emas, lekin menda mumkin. Потому что men ijodkor o'qituvchiman. Menga hamma narsa mumkin, chunki darsim zo'r o'tishi kerak. Menga asosiy maqsadim o'quvchilarimning bilimini oshirish. Qolgan narsaga ishim yo'q. Qoida men uchun emas. Keyin mana shunday kartalarni tarqatdim. Mana keyingi rasmlarni ko'rsanglar. Пожалуйста, следующий slayd. Keyingi slaydlarda mana ko'ryapsizlar, o'quvchilarimiz har xil kartalar bilan ishlayapti, integratsiya qilyaptilar. Chunki har bitta kartada numeratsiyalar bor, nomerlar bo'yicha kartalarni integratsiya qilish mumkin. Mana liderlar javob beryapti. Bir kun unaqasiga ishlaymiz, bir kun unaqasiga ishlaymiz. Ishqilib, keyingi slayd. O'zim shunchalik bu yerda World Cafe usuli maqsadi ketgan. Men bu haqda qisqacha tushuntirdim. Keyingi slayd. Nima aytmoqchiman? O'zim o'quvchilarimni ham tinch qo'ymayman, ishlataman. Plus o'qituvchilarimni ham qo'ymayman. Keyingi slayd. O'qituvchilarimni ham qo'ymayman, chunki o'qituvchilarim informatika o'qituvchimiz bor, ikkita shogirdcham. Mana ko'ryapsiz, darsda mana shu darsdan oldin, mana darsdan bo'sh vaqtimizda mana shunday bitta nima stolni ustiga karta tashlaymiz. Keyin rejalashtirish, sozlash kartalar bilan ishlab bo'lgandan keyin keyingi partalarni qo'shamizda kompetensiya kartalarini ochamiz. E'tiborlaringizni qaratmoqchi edim. Mana eshikda oldida ikkita odam turibdi. Bittasi yoshlar bilan ishlash bo'yicha zam direktorimiz Zafar, ikkinchisi Kayzer Nataliya Filipovna.
ana shu ayol 53-yil pensioner ishlaydi. Bizaga nima qilyapsizlar dedi. Men aytdim scaffold kartalaridan foydalanamiz. Keyin aytdi menga ham ko'rsat dedi. Keyin keling yaqinroq dedim. Shu ayol kelib bizaga qo'shildi, eshitdi-da. Eshitgandan keyin ishonmaysizlar. Transversal kartalar bor, shaffof kartalar. U hamma kartalar bilan birga ishlaydi. Ana shu kartalaringdan ham foydalanaman dedi-da. Kitobcha rukovodstvo bu olib ketdi, o'rganib chiqaman dedi. O'rgandida mana scaffolddan foydalanyapman dedi. U kompetensiya kartalarigacha yetib borganlari yo'q. U kishi faqat transversal kartalardan foydalanadilar. O'zlarini Darya Scaffold ichida praktik deb hisoblaydilar. Shuning uchun pensioner tinib tinchimaydigan o'qituvchi. Ana shunaqa o'qituvchilarimiz ham bor. Можно следующий слайд. Mana shunday kartalar asosida ishlaymiz. Mani vaqtim chiqdimi? Men hali gapirmoqchi edim. Давайте qisqacha yana bitta narsa aytib o'tay. O'qituvchilarga taklifim, kartalardan foydalanishga qo'rqish kerak emas. Qo'rqish kerak emas. Mana shu kartalardan keyin foydalanganim uchun o'tgan yili letniy shkola Daryaga Qirg'izistonga sayohat yutib oldim. Meni olib ketishdi. Qirg'izistonga 29 yillik ped stajim bor. Maktabda mana shu texnikumda ishlayman. Oldin kasb hunar maktabi edi, keyin kollej bo'ldi, keyin yana kasb hunar maktabi bo'ldi, keyin politexnikum bo'ldi, endi texnikum bo'ldi. Shuncha yil ishlab, o'quvchilarim bilan dars o'tamiz, dars o'tish pedagogika qonimda bor. Chunki o'qituvchilar avlodidaman. Lekin bitta narsani aytaman, scaffold kartalaridan foydalanishni boshlaganimda o'quvchilarni bilim olishi, o'z ustida ishlashi, fikrlash doiralari tez o'sdi. Mana har doim ham o'quvchilarim menikilar zo'r, direktor, zamdirektorlarimiz meni o'quvchilarim maqtaydi, latofatli o'quvchilari zo'r deyishadi, lekin scaffold bilan yanada ham zo'r bo'ladi ular. Shunga ishoninglar. Shuning uchun qo'rqmaymiz, foydalanamiz, ishlatamiz kartalarni. Nima tushunmovchilik bo'layotgan bo'lsa, mana biza yordam beramiz. Biza har doim yordamga shaymiz. Rahmat sizga. Gapirgan bo'lsam uzr. Savollar bo'lsa marhamat. Rahmat kattakon, ya'ni yana bitta taqdimotimizni eshitdik. Rahmat kattakon va fotofoto sizga ham. Menimcha juda foydali bo'ldi, chunki bu joyda qanday qilib kartadan foydalanishni na oddiy usulda ham, noaniq usulda ham ko'rdingiz. Lekin Latofat opa aytgan gaplarida joni bor. Agar kartalar ishlasa, agar natijani ko'radigan bo'lsangiz, farqi yo'q qanday qilib ishlatasiz. An'anaviymi yoki noan'anaviymi yordam bersa, bu ikkinchidan baribir agar masalan nimanidir noto'g'ri qilganingizda mukofot ola olmadingiz. Bu joyda siz ishingizni ham qadrlashdi, ya'ni o'sha yozgi maktabga ham sizni taklif qilishdi. Hozir vaqt afsuski faqat o'sha savol-javobga qoldi. Agar sizda savollar qanaqadir bo'lsa, savollarni juda tez berishimiz mumkin. Chunki yozma shaklda hech kim yozmadi, chatimizda savollar yo'q, lekin qatnashchilarimiz bugun juda ko'p emas, lekin bor. Agar inobatda bo'lsa, Zulxumor, sizda qanaqadir savollar bo'lsa, taqdimot bo'yicha qizlargami yoki mengami savollar bo'lsa, savollarni berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Zulxumor opa. Хочу поблагодарить. Было очень интересно. Men Belorussiyadan. Belorussiyadan turib eshitdim. Xush kelibsiz. Rahmat sizga. Rahmat. Qizlarga aytmoqchiman, juda ham qiziqarli bo'ldi. Eshitishga harakat qildim. Zo'r. Butun webinar yozildi. Shuning uchun agar ikkinchi mahal eshitmoqchi, ko'rmoqchi bo'lsangiz, zapis ham bo'ladi guruhimizda. Yaxshi. Balkim sizda qanaqadir savol bordir. Eshitganingiz bo'yicha. Savol yo'q menda. Savol shunaqaki, keyingi safarlari menga ham bersanglar, men ham qatnashardim o'zimni taqdimotlarim bilan. Albatta. Bu faqat birinchi webinar, yana boshqa webinarlarimiz bo'ladi. Albatta, o'sha amaliy tarafdan ko'proq ma'lumot qolgan qatnashchilarga yetib bersangiz, juda zo'r bo'lar edi. Chunki qolgan qatnashchilar uchun bu shunaqa webinarlar juda foydali. Bugungisi juda ham qiziq bo'ldi. Gulmira bilan Latofat
judayam yaxshi oddiy tilda tushuntirib berishdi. Man ularga rahmat aytmoqchiman. Man Belarusiyada konkursda bo'lsam ham qiziqib kirdim. Sharoit topdim deyoqdi. Rahmat. Keyingi safar sizni ham chaqiramiz albatta. Sog' bo'ling, ishlaringizga omad Zulxumor opa. Ishlaringizga omad. Biz siz bilan. Rahmat. Juda ham qiziqarli bo'ldi. Men ham o'shalar fikrga qo'shilaman. Amaliy yordam berishganiga juda ham xursand bo'ldik. Ko'pni tushunmagan narsalarni tushundik. Rahmat. Bemalol, agar qanaqadir savollaringiz bo'lsa, iltimos guruhlarimizga ham savollarni beringlar-da. Telegramingizga ham yozishingiz mumkin hamma savollarni. Webinar tamom bo'lgandan keyin agar qanaqadir birdaniga savollar paydo bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Gulmira ham, Latofat ham, o'zim ham, tashkilotchilar ham har doim savollaringizga javob berishga tayyor. Nima qilamiz? Agar savollar bo'lmasa, Viktoriya sekin yakun yasaymizmi? Zapisi bor, zapisini tashlab bersalar, guruhlarga tashlasa Zapis bo'ladi. Hozir seminardan keyin umumiy guruhda, materiallar guruhida zapis ham bo'ladi. Qolgan kim bugun qatnashmagan bo'lsa, bemalol zapis ko'rishi mumkin. Rahmat. Bo'lmasam, hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar, ko'rishguncha. Latofat, Gulmira, vaqtingizni berganingiz uchun, tayyorgarlik uchun rahmat kattakon. Juda katta ish qildinglar. Rahmat sizlarga. Menimcha qolgan qatnashchilarga ham juda foydali bo'ladi, chunki juda ko'p savollarga javob berdinglar ham taqdimot. Rahmat sizlarga kattakon. Viktoriya, sizga so'z. Вам слово передаю. Sanam opa qotib qoldingiz. Уважаемые участники, уважаемые слушатели Zulxumor, спасибо, что присоединились в Беларуси. Спасибо вам за предоставленное время. Мы понимаем, что это конец года. Это очень такой занятой период. И несмотря на это, вы нашли время. Спасибо всем большое. Хотелось бы буквально с нашей стороны пару моментов упомянуть. То есть мы напоминаем то, что у нас сегодня был первый вебинар из серии национальных вебинаров по взаимному обучению именно по практикам Scaffold. У нас в следующем году будет уже второй вебинар под темой углубления практики и устойчивость. В случае, если вы захотите принять участие, пожалуйста, дайте нам знать. Мы с удовольствием организуем для вас возможность выступить. Также анонсы, так же, как и запись сегодняшнего вебинара, они у нас будут доступны на наших платформах. То есть это в первую очередь это мини-сайт Дарья Scaffold, то есть там у нас именно в оригинальном формате размещается в первую очередь запись вебинара, а также презентация или любые дополнительные документы, которые нам предоставляют спикеры. И данная ссылка также будет дублироваться в телеграм-группе в Дарья Scaffold. Поэтому, пожалуйста, следите за анонсами, а также следите за обновлениями. Мы сегодня-завтра обязательно выложим ссылку на сегодняшний вебинар. И в конце хотелось бы еще раз поблагодарить всех. Спасибо всем большое за выделенное время, за выделенный труд для того, чтобы выступить на данном вебинаре. И уже в рамках данной серии вебинаров мы с вами увидимся уже в следующем году. Поэтому хотелось бы пожелать вам хороших праздников, хороших каникул. И надеемся увидеться с вами уже в следующем году с новой порцией позитива, с новой порцией энергии на оставшийся учебный год. Спасибо всем большое. Спасибо. Рады были, с вами видеться. Вас тоже с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Этот праздник вообще такой классный, супер-супер-суперский. Да. Всех Надеюсь, поздравляю, всем здоровья желаю, хорошо. Всем удачи в будущем, чтобы успехов много-много было, и чтобы на летнюю школу Дарьи, чтобы на следующий год тоже мы попались. Спасибо. Взаимно. Участвуйте. Будем с вами на связи по этому поводу. На связи, да. Спасибо большое. До свидания, всего доброго. До свидания. Всего доброго. Пока-пока.